Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz korrupsiya tushunchasiga bag'ishlanadi. Korrupsiya bu shaxsning xizmat mavqeyidan shaxsiy manfaatlarini yoki o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi yoki bunday nafni taqdim etish tushuniladi. O'zbekiston Respublikasi demak korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qonuni 3-moddasida ta'rif berilgan. Korrupsiyani demak quyidagilar namoyon bo'lishi mumkin. Birinchisida albatta o'sha moddiy manfaat ko'rishda pora olish yoki uni berish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, tanish bilishchilikka yo'l qo'yish yoki shaxsiy manfaatlarni davlat yoki jamoat manfaati ustidan qo'yish kabi holatlarda kuzatishimiz mumkin ekan. Umuman korrupsiyani asosiy belgilari. Birinchi navbatda albatta korrupsiyani ko'pincha holatlarda O'zbekiston Respublikasida 117 dan ortiq respublika miqyosidagi davlat organlari faoliyat yuritadigan bo'lsa, demak mazkur organlar tizimida mansabdor shaxslarni demak amalga oshirilayotgan vakolat doirasidan chetga chiqish yoki suiiste'mol qilish holatlari yoki qonunga xiloflilik yoki o'sha manfaatlar, ya'ni shaxsiy manfaatni davlat manfaatiga, jamiyat manfaatiga qarama-qarshi qo'yish holatlarida ifodalanadi. Umuman korrupsiyani oqibatlari birinchi navbatda aholini demak davlatga, davlat boshqaruviga, ya'ni adolatga ishonch kamayishi. Ikkinchisi albatta bu korrupsiya illatlari bo'lishi natijasida davlat tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarning sifati samaradorligini pasayishiga olib keladi. Korrupsiya bor davlat boshqaruv tizimida adolatsiz boshqaruv amalga oshirilib, bu esa majburiy mehnatga jalb qilinish elementlari uchrab turadi. Keyingisi esa davlat va jamiyatni rivojlanishiga asosiy to'siqlardan biri bo'lib hisoblanadi. Keyingisi esa fuqarolarda davlat boshqaruviga va davlat boshqaruvini samaradorligiga ishonchsizlik kuchayib boradi. Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qonunning mazmun mohiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, albatta bu qonunni qabul qilish zaruratidan kelib chiqadi. Albatta O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2003-yil 31-oktyabrdagi korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunga 2008-yil 7-iyulda qo'shildi. Natijada O'zbekiston Respublikasi tomonidan 2017-yil 3-yanvarda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi o'riqi 419-sonli qonun qabul qilindi. Buning natijasida bu qonunning asosiy maqsadlari belgilab qo'yildi. Qonunda korrupsiyani oldini olish, korrupsion huquqbuzarliklarni aniqlash, aybdor shaxslarga javobgarlikni belgilash, davlat organlari faoliyatida ochiqlikni ta'minlash, fuqarolik jamiyatining ishtirokini kuchaytirish kabi vazifalar belgilab qo'yildi. Haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida 302 ta modda bo'lsa, shundan 19 ta turdagi moddalarda jinoiy javobgarlik masalasi belgilab qo'yilgan. Ya'ni masalan yuqorida ko'rsatib o'tilgandek 205-moddani ko'radigan bo'lsak, Jinoyat kodeksining mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish yoki vakolatlarni oshirib borish 206-modda, 207-moddani ko'radigan bo'lsak, mansabga sovuqqonlik bilan qarash kabi, pora olish, pora berish, pora olish berishda vositachilik qilish kabi 210-211-moddalarda qator normalar belgilab qo'yilgan bo'lib, asosan bu o'sha Jinoyat kodeksida ayrim korrupsiya elementlariga oid bo'lgan javobgarlik turlari belgilab qo'yildi. Manfaatlar to'qnashuvi nima? Haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasi o'sha yuqorida aytib o'tganingizdek xalqaro konvensiyaga qo'shilgandan keyin O'zbekiston qator majburiyatlarni o'z zimmasiga oldi. Shulardan bittasi milliy qonunchilikni, demak korrupsiyaga qarshi milliy qonunchiligini shakllantirib takomillashtirish. Shular qatorida O'zbekiston Respublikasida manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qabul qilindi. 2024-yil 5-iyunda bu qonun 3-moddasida manfaatlar to'qnashuviga ta'rif berildi. O'zi manfaatlar to'qnashuvi o'zi nima? Demak, shaxsning xizmat mavqeyidan shaxsiy manfaatlarni yoki o'zga shaxslarning manfaatlari nuqtai nazaridan yondoshadigan bo'lsak, shaxsni
ya'ni o'zi bevosita yoki bilvosita, ya'ni o'zini manfaatini davlat manfaati, jamiyat manfaati, fuqarolarning qonuniy huquq manfaatlariga qarama qarshi qo'yish, mavjud manfaatlar to'qnashuvi bilan yuzaga keladigan, ya'ni ehtimoliy manfaatlar to'qnashuviga oid bo'lgan vaziyat haqida gap ketadi. Albatta, misollar keladigan bo'lsak, ko'pincha rahbar o'z qarindoshini ishga olish holatlari. Bizda Mehnat kodeksining 121-moddasida yaqin qarindoshlar to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan bo'lsa yoki bevosita qo'l ostida ishlaydigan bo'lsa, ishga olish tartibi taqiqlab qo'yilgan qonunchilikda. Lekin shunday bo'lsa-da, ayrim toifadagi xodimlar uchun istisno tariqasida mehnat faoliyati bilan shug'ullanish Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tartibga solinadi. Undan tashqari mas'ul xodimni tayinlovda yaqin tanish imtiyozlari berilishi. O'zingiz bilamizki, davlat fuqarolik xizmati to'g'risida mas'ul organ tomonidan davlat fuqarolik xizmatiga kirish, uni o'tash, uni demak malaka darajasini oshirish yoki o'sha yuqori lavozimlarga tayinlashga oid bo'lgan amaliy funksional vazifalarni belgilab beruvchi davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun belgilab qo'yildi. Mana shu davlat fuqarolik xizmatini o'tash tartibi hammasi o'sha keltirib qo'yilgan bu norma bilan tartibga solinadi qonunchilikda. Undan tashqari qaror qabul qiluvchi shaxs tomonidan, ya'ni shaxsiy foyda olsa, ya'ni ko'pincha ko'ryapmizki, bu holatlarda mana davlat xaridlari to'g'risida qonun bor. Ko'pincha mana shu davlat xaridlari qoidalari belgilab qo'yilgan va davlat xaridlarida suiiste'molliklarga yo'lga qo'yish holatlari albatta hozirgi kunda ham uchrab kelmoqda. Mana bu korrupsiyani ayrim elementlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Endi umuman olib qaraydigan bo'lsak, xulosa qiladigan bo'lsak, korrupsiyaga qarshi kurashda har bir fuqaroni huquqiy ongi bu madaniyati bilan bog'liq. Chunki jamiyat qanchalik buni anglasa, korrupsiyaga qarshi kurash immunitet hosil bo'lsa, ya'ni o'sha yuqorida aytib o'tganingizdek, bu bevosita korrupsiya jamiyatda taraqqiyotiga to'sqinligini anglasa va o'sha halollik vaksinasini yoshlar ongiga singdirib oladigan bo'lsak, albatta bu kelajakda jamiyatimizning farovonligiga va amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Halollik va mas'uliyat eng kuchli himoya hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.